bo'lmaydi. Demak, bugungi mehmonimiz Jamshid aka Bozorov Urgut tuman madaniyat bo'limi rahbar xodimlaridan biri, xonanda, sozanda hamda bastakor akalarimizdan biri. Assalomu alaykum Jamshid aka, studiyamizga xush kelibsiz. Erta tongdan kayfiyatlar qanaqa? Yetib kelishda qiynalmadingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Samarqand telekanalining muxlislari hamda opalar, akalar, onalar, otalar mana shunday kunga yetkazganiga, mana shunday kunlarga yetkazganiga shukr. Inson uchun bilasizmi, eng oliy ne'mat bu sog'lik va tinchlik. Mana shu tinchligimiz, mana shunday tinch O'zbekistonimizda, mana shunday tinch vatanda mana shunday bayramlar yarashadi. Yaxshi yetib keldik, yetib kelishga kelsak, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi kayfiyatda. Jamshid aka, ham xonandasiz, ham sozandasiz, ham bastakorsiz. Uchalasini baravariga olib ketishlik qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ayniqsa, mana shunday ajoyib taronalarni tinglab, ularni qaysidir ma'noda xalqqa yetkazib berishda uchala bir yo'nalishni birgalikda olib ketish uchun insondan katta salohiyat, kuch talab etadi-da. Bundan sizdan nimalar talab etiladi? Endi kimga qanday bilmadimmi, meni fikrim shundayki, menga hech qanday qiyinchilik emas, chunki o'zim yaxshi ko'raman. Sevgan sohangiz. Sevgan soham. Shu vaqti keladi, masalan, soat kech bo'lib ketadimi, vaqt o'tib ketadimi bilinmaydi. Inson yaxshi ko'rib, yurakdan yaxshi ko'rgan kasbiga menimcha bu muhim emas deb o'ylayman. Qiyinchiliklar ko'rinmaydi, ko'zga sezilmaydi. Bugungi kunda mana shogirdlardan qancha, umuman olganda mana shu kasbga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Mana shu haqida ham ozgina gaplashsak. Endi bu kasbga kirib kelishga birinchi navbatda san'at sohasini tanlashimga sababchi bo'lgan otam, birinchi ustozim, qolaversa. Otam tufayli shu san'atga kirib kelgan. Otam san'atkor. Demak, ham qondan, ham tabiatdan yuqadi deganlaricha bor. Ota meros kasb qaysidir ma'noda, albatta otasini davomchisi bo'lgan farzandlar kam bo'lmaydi. Duosini olib, mana xalqqa, elga xizmat qilyapsiz kamarbastalik bilan. Yuqorida Hilolaxon aytdilar, shogirdlaringiz bormi? Bugun ular nimalar bilan shug'ullanib, qanday faoliyat turi? Mana shu san'atning sohasini mahkam tut deya aytasiz, va lekin bilasizmi, ko'pchilik suhbatdoshlarimiz keladi, yo'nalishi boshqa faoliyat turi bilan shug'ullanadi, va lekin hobbisiga aylanib ketgan san'at sohasi vakillari. Sizning shogirdlaringiz bugun yutuqlar zamirida nimalarga erishayapti? Shogirdlarimiz Xudoga shukr, mana bir qancha konkurslarga qatnashib kelyapti. Masalan, yangi ovozlarga qatnashib kelyapti, respublika miqyosida chiqib borayapti, faxrli masalan endi ikkinchi o'rinlarda olib kelyapti, respublika miqyosida viloyatlardan birinchi o'rinlarda olib yuribdi. Shogirdlarimiz xonandasi ham bor, sozandasi ham bor. Xudoga shukr, shogirdlarimiz bor. Mana hozir mana shogirdlarimiz ham ko'rib turibdi, qolaversa. Ustozlarimiz ko'rib turibdi. Mana shu bizga, mana shu sohaga kamarbasta bo'lgan mana shu ustozlarimizga avvalo rahmat deyman. Jamshid aka, har bir sohani o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bo'ladi-da. Mana san'at ahlini umuman tushunish qiyin. Lekin mana shu zavqli kasbingizdan zavq topib, mana shu ishlashni o'zi ham bir shukronalik qilish kerak-da, mana shu narsaga ham. Bugungi kunda mana shu shukr qiladigan narsalaringiz qancha? Nimalarga shukr qilasiz? Nimalardan afsuslanasiz? Men shukr qiladigan narsa, masalan, birinchi navbatda mana shunday tinch yurtda, moviy osmonda yashab turganimdan shukr qilaman. Birinchi shukronam. Keyin qolganlari, masalan, mana Xudoga shukr, sog'likni berib turibdi Alloh taolo. Bunga shukr qilaman. Oilani tinchligi, ya'ni aka, uka, opa, singil, ona, bola degandek, oilam tinch. O'shanga shukr qilaman. San'atdan topganlaringiz va yo'qotganlaringiz bormi? San'atdan topganim, mana bir qancha ustozlar topdim. Bir qancha do'sti, birodarlar topdim. Yaxshi insonlarni topdim. San'atda yo'qotganim otam bo'ladi. Albatta, ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin, sizni doimo qo'llab-quvvatlab turaversin, yuraversin deymiz.